Yoshligingizda eng ko'p nimadan qo'rqqansiz? Tayoq yeyishdan. Tayoq yeyishda kimdan? Onamdan, dadamdan. Nimaga tayoq yerdingiz? Yo, xotindan qo'rqmayman jo'ra. Hozir xotiningizdan qo'rqasizmi? Yo'q. Nimaga? Xotin mendan qo'rqsin. Qorong'ilikdan qo'rqamsizmi? Hozircha. Hozir ham qo'rqasizmi? Bilmasam, qo'rqmaganmiz. Qo'rqmaganmisiz? Ota-onam yo'qligidan qo'rqardim, hozirligim yo'q. Hozir qo'rqmaysizmi? Yo'q. Ota-onangiz yo'qligidan qo'rqmaysizmi? Yo'q, biron joyga ketib qolsalar, o'zim bilsam qo'rqardim. Hozir uni qo'rqish yo'lmoqchiman-da. Video olibdi. Yaxshimisiz? Yoshligingizda eng ko'p nimadan qo'rqqansiz? Yoshligimizga dadamizdan qo'rqamiz. Hozircha. Hozir hech kimdan, o'zimiz dada. Qo'ysizmi o'zi hech kimdan? Kimdan qo'rqamiz? Xudodan qo'rqamiz. Hech narsadan qo'rqmaganman lekin. Qo'rqmaganmisiz? Yo'q. Hozir ham Hozir ham qo'rqmasligingiz kerak. qo'rqmayman, Xudoga shukr. Yoshligimda bilmadim hech narsadan qo'rqmaganman. Qo'rqmaganmisiz? Yo'q. Hozircha. Hozir ham yo'q. Shu qabr azobida eng ham qo'rqishimiz shu. Tamom, qolganini qo'rqish yo'q. Yoshligingizda ham qabr azobidan qo'rqqanmisiz? Endi amakli olamdan o'tgan kichkinamizda ko'rganmiz yo'qqa. G'aylar, bu uyda o'tgan. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'millar qo'ylar, nima bilib bilmagan. Rahmat, sog' bo'ling.